Bu video haqiqiy erkaklar uchun qolganlar o'tkazib olsa ham bo'ladi. Bitta aka menga bir narsani aytib berdi. Ayolimni 100 ta orzusi bor ekan. 100 ta orzusini o'qib chiqdim, xafa bo'ldim dedi. Hop, orzusi bo'lsa nimasi yomon? Menga alam qilgan narsasi shunchaki orzular ichida eng oxirgi o'rinda turganim dedi. Mayli, aka, endi ayol kishi dedi. Siz orzungiz nima desam? Meni orzuyim ikkita ekan. Shu paytgacha o'ylab ko'rsam, ati ikkita orzuyim bo'lgan ekan. Birinchi orzuyim oilamni sog' salomat bo'lishi va qonli to'q usti but bo'lishi bo'lsa, ikkinchi orzuyim oilamni orzusini amalga oshirish deb aytdi. Shunda men ham o'ylab qarasam, haqiqiy erkak kishi oilaparvar inson oilasini o'ylaydi. O'zini emas. Bahor begonadir borgan sari, ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari.